Assalamu alaikum, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Bu Samat ablaninki hukmi haqida azroq so'zlay deb o'yladim. Bu ish 2023 o'tirib chiqib bo'lgan ish. Eliga do'qning 20 yilligida og'rib qopti ekan, bunda xo'pti ekan degan vaqtlar naq buning tekshirilayotgan vaqti. Chunki ishlayotgan yeridan, ash xizmat o'rnidan telefon qilib bu rasvochilikni soqchiga anga oldirgan gap. Delo ma'lum qilgan shu ishlayotgan maktabininki mas'ullari. Bu ish chiqqan chog'da ba'zilar dedikin, "Voyay, Uyg'urlarning ichida bo'lgan bu ish, Uyg'urlarning ichida bo'lgan ishni o'tirib chiqarmay, u keyin xotin ololmaydi, bunda qilmaydi deb besim bilan bostirilib ketganda, bumi besilib ketadi" deganda, xotirjam bo'linglar, hargiz besilib ketmaydi bu ish, o'tirib chiqadi degandim. Jamiyatdami jiq tekshirishlar, jiq so'zlashlar orqali bu ish hamda ustalga chiqdi. Hem hükümnimi ko'rdinglar. Oldin qatim gazetga chiqqan vaqtida ba'zilar qo'pib ostida bir ma'lum birsininki chiqqan temasining ostidagi inkoslarni menga evat qo'yibdi. Evatgan chog'da ashuningda hayronmi qolmadim, chunki ba'zilarining ashunda xuyi bor. O Dünya Uyghur Qurultayının içinde oğullarga amraq deganlari xeyli bor degan narsani videoluk kelganlari bordi. Aman bu dastilib chiqdi bir kuni, qonunga dastalgan chog'da cho'qim buning jajisini yeydi deganman. Anadaki Uyg'ur balalarning ichidami ba'zan bir u yerga bu yerga komanda bo'lib borgan, yana bir borgan, uni buni qilganlarning ichida o'g'il balalarga chiqilib ekan degan gaplarni, "Voy, Uyg'urni arz qilamdi, Uyg'urni chaqamdi, voy balangiz qandaq to'y qiladi, uchi buchi deb o'tirib bostirilib ketganlik tufaylidan buning yuragi texmi yo'g'inab ketgan gap. Yana bir shaqiqiy yezibdiki, "Voy, o'pkimizni besib turayli, bu hukm chiqqicha" deb. Bir nima balang bo'lsa, balangni opirib ashaga ashuning o'rniga, ashu ziyonkashlik uchirgan balalarning o'rniga o'zingning balangni qo'ypaq o'tirgan. Anadagi bu narsa zuvaning jim tursimi, bu poq texmi ichimaydi. Lekin ashunda yezib, "Noytimi? Eliqi Abduveli Oyib, Abduveli Oyib. Abduveli Oyib texmi qo'g'id deb o'ylayman bunday ishlardan texmi. Abduveli Oyib shundoq bek chapay yepib bo'lamay ketgan gap. Anandan keyin mush gezga chiqqan chog'da menga mushu Norvegiya turishliq bir qancha oila telefon qildi. Qilib, mushundaq ish bor, bolalarning ichiga, mushundaq bizning Uyg'urlarning ichiga mushtaq bo'lgan. Anadagi dadasidak akiltib qo'yibdi, munda qilibdi, anda qilibdi, balangiz keyin to'y qilolmaydi, u bu deb turib bosilib ketgandi. Mushu ish hukm bularmi, hukm chiqarmi, sud jazolarmi buni deganda cho'qim jazolaydi, chunki ziyonkashlik uchirg'ichi Norvegda u qo'rqmaydi, o'zining huquq manfaatini qanday qo'g'dashni yaxshi biladi dedim. Anadagi 15 yil kesildi degandikin dedim. 15 yil oz qopti deganlar bor. To'g'ri? Oz. Lekin bu faqat 4sining ishi. Qolganlarining-chi uni texi sud belgilaydi. Jamiyatda har xil fikrlar elindi. Yaxshi biladi. Agar oilasini o'ylasa, mushu Samat abla oilasini o'ylasa, yana texmi echitmay buni men endi arz qilma deb turib debtimish yuqori sudga. Qanda bo'lsang yotsa, ey. Xotini bo'lgan sarangmi? Agar aqli bo'lsa, bolalarini o'ylab, tezdan ma'nosini jimiqtirayli, mushu sudni bo'yningga ol, hukm bo'yicha bolalarni o'ylag'in degan bo'ladi. Agar aqli shu joyda bo'lsa. Öy telefon urib, "Ma gaplar chiqib qolmasin yana bir yerlarga. Gaplar chiqib qolmasin" deb turib o'ylarni. Nima deb öy telefon ursizlar? Telefon urganlar yoki u bola ovoz qilib qo'yganlar baka. Yaxshi qilibsizlar dedim. Men sizlar uchun ega chiqmayman bu ishda. Chunki Norvegiya qonun tuzum degan noytimi mukammal davlat. Sen aslida qonunga o'zing borisa, balangni yetilab Jinoiy ishlar qonunininki mushu bosqinchilik jinoyati o'tkazganlarga bo'lgan moddalariga o'zgartirish kirgizib, buningdan keyin mangu masalan 80 yoshga kirgan chog'da mushu narsani esingga elib, men arz qilay desam, tamoman bo'ldiganligini
onunki cazanınki bunu cazaga tartish muddatini uzartıp etken gap. Arz qilsangiz bo'ladi dedim. Onunki bolalarımızga undaq bulanmı, bundaq bulanmı? Hey, Türkiye'de mollamlarning, Türkiye'de o bu kurslarning qizlarga çekilip qo'ygani, o'g'illarga çekilip qo'ygani Qur'onga yetmagan bolalarga. Talaylarni bilsizlar. Eylik o'zing chiqib qonunga qilmasang men ega chiqmayman dedim. O'zing demasang nima chatig'im mening? Sening balang o. Ishing og'risa o'zingning balangni o'zing yedilab berib arz qilsa. Türkiye'de o'xshash qonun bor. Qonunda to'silib qolgan chaqda anandagi men sana aralashmaymish ishlar dedim. O'ylab beqinglar, o'zinglarning balanglar bor. O'zingning nevrilaring, bolalaring o'ylab baq, o'rniga qo'yib baq. Agar bolalaring shunda ish uchirgan chaqda ishing serilmanda, o xalqning bolasi o'g'allik uchunmi? Ham jinslar bor, to'g'ri, ham jinslar bor, o ham jinslar o'zininki jo'risi va ashlar bilan uytidi. O bizning ishimizda o'zining tanlashi, o bir odam bilan uytidi ekan o'ndaqlar. O'zining ishi o tanlashi. Lekin ma kichik narsidi bolalarda ojiz bolalar bor, ojiz emas bolalar bor, xalqning og'zi va ojiz deganlik puti ishlamasa og'zi ishlaydi, kalisi joyida. O pampuruslarning ichiga chiqqandan xeyli burun buning 2016 bo'lgan ishni bostirib o'tgan bilan o vaqtida uning isboti yo'q deb malaning keyniga tushganligi uchun naq joyida tutilgan yeri bor buning. Naq joyida. O bir odamningki xalqningki keynidan qilganningki eqib chiqqan narsani tekshirgili bo'ladi-ku. Kimning ekanligini bek chiroyliqlashtirib deydim bu qatam. O ağzıga ağının, yana bir qilganing, ey o'zingning bolalaringni ona til maktabdan o'zing o'qita olaysan, ey o'zing ona tilni o'rgata olaysan, Uyg'ur onalari. Qur'onni o'rgatmoqchi bo'lsang, o'zing uyingda o'rgana olaysan. YouTube degan bor. YouTube'da o'zbekchining bor, turkchining bor, anglab bila olaysan. Faqat bo'lmasa qarg'ulachi yotlay olaysan. Aşağı apadım deb bolalarım neri bir bop qolganlar bağu. Men faqat saqlaplı qo'ydim. Mush Samat ablani aqlagan bir jeninki yurak berganning ichida, hey, sening Anqarada uning bunikini yolab chiqqan videolaring borku, qara, turibdi. Hozir birini tug'ibsa, balangni shunday ishga uchirmasin desang, tövbe qilib qara, qisib o'ltirsa sabdishingni aqlayma demay. Agar aqlushing joyida bo'lsa. Agar ozroq olsun nomusni bilgan bo'lsang, o'ylab baq. Bütün dunyoga Uyg'urni qandoq tunutishding? Shapaqchilik bilan, jaloblik bilan tunutishding. Qerisidan yoshgacha. Agar shu inson o'zi mendan isboting bormi desa, kelsa, "Kelsang men ko'rsatib qo'yman." O'tin saqchiga opirib ko'rsatib qo'ymadi, he. Nima deysa? Bu ishning ichidagi personaj men emas. Faqat sen, anadaki sen ishni qilishchilar o'ltirib videoga elib bir-biringni elishgan yerlaring bor. Bir-biringizga chiqib ketishidan andish qilib chapan yapmay amaling yo'q. Manda gap. Agar aqlushimiz joyida bo'lsa, bolalarimizga diqqat qilamiz. Bolalarning ota-onaning ko'zidan yiroq ketmaslik kerak, bolalar. Qarab tursa, uqdingmi? O bir yerlerini başkalarının tutuşku ruhsat yok ekanligini uqtirsa bolalaringga, mayli qiz, mayli o'g'il. Padishap degancha qara qonunning oldida bir tiyim uqdingmi? Ko'rding mana. O 15 yillik kesgan o jarimanisi faqat 4 bolaning ishi. Texmi bu poxni chelib, texmi yo'natmayman, ko'timni qisay, ayolga amraq vaqtimda tuqqan bolalarımga igi chiqay, qo'ngamni g'it qisay, bek rasvo qilib etmay, ma bolalar xizmat qatnashgan bolalarim bordi deb o'ylasang, xotini degan kolva ko'tingni qisib balangni qo'g'daysa. Mana zuvaningni yig'ib, endi qisib o'lta jazoni o'ta, yana texmi sesimayli deysa. Öy telefon urvatqanlar, o'ylab beqinglar. Sen berginde turgan vaqtingda nima ishlarni qilganding, faqat o'zingdala emas, aşı ziyankesh uchirg'ich odamlar o'z biladi ekan.
Anadaki o bu kurslarga devlet atlap bağancaq nemişlarını qılğantınlar, hemmisi bilediken. Fakat Uygurni hazır dava xalqaraga anıltı biz. Xalqaraga anıltıpsizlar. Vay vahşi anıltıpsizlar emas mana. Nima Nuri Türkel anlattı şapaqçılığı bilen. Anadakin beş erning içinde birini oynap yatkan elik videolarınla bir-biringlarning sətligi resvala. Sen xalqninkini oynagan vaqtında senin ballarını yoki avlodlaringning ichidagilarni haq o'ynaydi. Buchi qilmish etmishlaring o'zingga yanadigan jahon bu. Yaxshilik qilsangmi yanadi, yomonlik qilsangmi yanadi. Ba'zi narsalarni gaqimayli qo'yma, sarang bo'lib ko'chaga chiqib ketma deb o'ylayman. Ma qonunga dasaldi deyman. Dedim. Andan keyin oldingi necha haftada haliqi biraylarning Turkiyadagi biraylarninki gapi chiqib ketdi. Chiqib ketganda meni 7 adam izledi. Birisi Avstriyadan birisi izledi. Nerga tetiqsiz bir yerga kelgan chaqda to'satdan Yirtqichtondan degandaklar chiqib qildigan birisi bor. Chiqib izlab, "Voy aralashmamsiz, mundaq qilmamsiz" degandi. Men aralashmayman, chunki deb qo'yib, ikki balaninki opsikan, ajashib ketgan odamga so'zini olgan. Uning aralashmayman deb chiroyli javob berdim. Uning oldida meni izlaganlar ziyonkashlik uchurg'ichi deb qaralgan haliqi er kishiga nisbatan baholarni berib, ba'zan narsani evatib qo'yibdi. Andan keyin ayolga nisbatan bir narsani evatibdi. Andan keyin men dedim. Bu narsa Qur'onga yetgan odamlar orasida bo'lingan. Birinchi. Ikkinchidan tahi Bosu Zumrat xonim bir pul undirib bersizlar bo'ldi. Persentini sizlarga beray. Deydi birisi telefon urib, bu 3 adamning gapi. Birisi pul, yana birisi uy. Ashtaqa persentini ber. Toza buning topgan pullari chiqdi. Ashun bir undirib olayli dedi. Sizlarning maqsadinglar shumi desam, yo endi u bu deb. Bir ovozingizni oldim dedim. Ovozingizni oldim. Mayli u inson qanchalik sharafsiz. Men faqat uningki da'vo qilgan ziyniqlar, xoinligi yoki undaq kishilarga aralashmayman. Lekin xalqni bekodimga pul undirdigan, mening beshiga bekodimga do'ppini kaygizib o'ltirib, pul undirdigan ishga aralashmayman. Sizlar so'lamchi bo'lgan bilan men undaq emas dedim. Javobim shu. Pul undamoqchi ekandik. Shu Turkiyadagi qaynab ketgan, varaqshib qaynab ketgan insondan pul va mol undamoqchi ekandik. Shuning uchun men aralashmadim. Chunki men so'lamchi emas. Men bekoga haqqa ko'magan narsa ko'rdim deydigan unda ishim yo'q. Bu narsa har bir qilgan yaxshi ishingmi yanadi, yomon ishingmi yanadi. Ammo isbotsiz so'zlamayman. Isbotliq so'zlayman. Kilisan deyishimiz. Osh ishni degan odamga. Mening ovozimni elibapti. Albatta elib olaman. Chunki mayak o'tib o'tirib tishlagan vaqtingda, mayak o'tib tenib olgan vaqtingda chiqir qo'yma ovozingni, balkim ba'zan ovozini umrbo'yab ishlatmasligim mumkin. Lekin ba'zan narsani saqlab qo'yamiz vaqti kelganda. Mashi saqilingni so'rab, yeshing pala yosh kirgandimi, durust yo'lda maqmaydigan ishplaslaringga Alloh baloyingni versin. Qilgan etkenlerin hemmeninki özenge yanıdı, ballarınga yanıdı. Şunun için Uygur davasını başka bir nemege anlatamız ama şapakçılık olsun bu kama. Belinin töveyindeki nesini başka bir işleç evlat kaldırış için, ya ki siyiş için, ya ki çıkırış için işildiğin yani sen oturup nime kıldın? Ağzını elip, yani bir mi kılıp, yani bir mi kılıp, bek meynetçilik ma roz Ramazan'da men rozılık halet ettim. Şunun için ma nesini bekçik ağzımı ep ketkim yok. Şununla ma Semet ablanın ayalığı deydiğini balların üçün sen bilen mançı yıl öy tutkan insanın huyunu sen yakşı bilirsen. Sen en yakşı mani ıhra qilib, boynun elip, yani bu poqni teximi içitma, ma ballarını oylığın de. Sen eğer ço, eylik nüknün içindeki qancıqlarını özəngni bilip qara.
çapa yapıman, ak qılıman, mundaq qılıman, ütün filtrini arz qılmayız, imi qılmaysa. Ma poq chiqib bo'ldi, hukmni anglag'ansa, ko'rgansa, bo'ldi. Normal bir odamni qara, soqchidan echkitib, o sotlarga chiqib qilmaydi. Jinoyat sodir qilgan odamni sotdan oyati sotlaydi. Bil, ma chatalga o'zing chiqqan bilan ma kollang faqat chiqmagan xaq ekansa, badaningni chiqibdi bu yerga, badaningning tovanini chiqibdi. Uningda boshqa yering chiqmabdi, kolla ishlaydigan bo'lgan ekan. Sen xalqningkini qara, xalqning bolalarini mushtaq qilsang, xalqning bolalarini tillasan, o'zingga Alloh yondirdi ey. Boshqa adam emas, bu Samatning qilib ketgan qiliqlari, nima qilib ketganlari o'zingga ayon Samat. Xudo har yo'l bilan mushundaq ko'stib seni sharmanda qildi. Uningdan bekerak sharmanda bo'lsa, ham bolalaringni o'ylasang, xotining degan aqlsiz bo'lsa-mu, ma ishda tezdan jimiq tursang bo'ladi. Norvegiya, bütün Norvegiya chet elliklarning orasi qaynayotir. Ekskurt baqa? Nimalarni yezyapti xalq? Nomus qilmay, O'rta Osiyalik birsini saylab qo'yibsa, yana bir suqupib menga debdi, faqat ishongim kelmaydi, deb necha so'shlaydi. Dedim, jas kallangniki zadroshka deymizgo, kallasının rast tuyuva adamlarga o'chiqga qilishning hojati yo'q. Shuningga qarindoshlarim, uyqimiz biza echib, dava uchun cho'ng bir ishlarni qilolmasaqmi, sharafsizlik bilan millatimizning yuziga satildigan ishni qilmaydi. Jimi, qarindoshlarim. Samatninki xotiniga yetkizib qo'yinglar, Qo'ngni qis deb so'rinchi jelavago berib de. Ma Qur'onga yetmagan bolalar, mavu. Uyg'urlar besiq turib yotgan bilan, xotin olmaydi, bunda qilib qo'yibdi deb turib xotin olmaydi deb turib xizmat ishlaganlar bilan Norvegiyaning igisi borku, bek yo'g'on so'zlaganlarnimi, Norvegiyaning qonuni bek yaxshi hal qilib berdi bundaq ishlarni, boshqa ishlarni yaxshi hal qilib berdi. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.